Hakan O'zkan. Yaxshiyamki hayotimda yo'qsan. Oltin qalam nashriyoti. Kirish. Bu dunyodagi birdan bir yagona sinovingiz bu o'zingizdir. Qanday azoblarga, mag'lubiyatlarga, ayriliqlarga duch kelishingizdan qat'iy nazar, kimgadir borligingizni eslatish uchun o'zingizni charchatmang. Bilaman, sizni sevmasa ham baribir undan voz kecha olmayapsiz. Lekin shuni ham bilib qo'yingki, u ham bundan keyin o'zini hech kim siz sevganingizchalik sevmasligini bilsa-da, baribir sizdan voz kechdi. Hamma narsa vaqti kelib unutilishi mumkin, lekin bu aslo unutilmaydi. Intiqom olish masalasiga kelsak, tark etgan inson chin dildan sevgan insonni la'natiga qoladi. Parvardigor hammasini ko'rib turibdi. Intiqomni Parvardigorga qoldiring. Tushunib turibman, o'sha inson sizni tashlab ketgani, tark etgani uchun azoblanyapsiz, g'amga botyapsiz. Ammo unutmang, Parvardigor hayotingizdan sizga aslo munosib bo'lmagan bir insonni chiqarib tashlagan. Buyuk sinovlar kuchli insonlarni namoyon etadi, yuzaga chiqaradi. Kutilmaganda boshlangan har qanday bo'ronning hayotingizni vayron qilish mumkinligini o'ylab, g'amga botavermang. Ba'zi bo'ronlar oldingizdagi to'siqlarni yo'q qilish uchun ham ko'tariladi. Shamol olov uchun qanday alangalatuvchi kuch bo'lsa, ayriliq ham ishq uchun shundaydir. Ojizlar ishqni so'ndiradi, buyuklar esa ishqni yanada alangalatadi. Mavlono Rumi. Qalblar Allohning omonatidir. Parvardigordan duo qilib so'raysiz. Agar Alloh taolo sizni so'raganlaringizga loyiq ko'rsa, sizga marhamat ko'rsatib, so'raganingizni bersa, bu uning buyukligidandir. Mabodo so'raganingizni bermas ekan, u holda bu siz uchun bir imtihondir. Bas, qalblaringizdagi mana shunday holda Allohga bo'lgan qo'rquvingiz yo'qolmasin, iymoningiz susaymasin. Qalbingizni pok saqlasangiz, shunda Robbimning qara, seni mana shu yo'l bilan imtihon qildim, ammo so'raganingga yor etmadim deganini his eta olasiz. Ehtimolki kun kelib Alloh taolo qarshingizda butunlay boshqa bir insonni chiqarar hamda qara, seni mana shu inson uchun asrab avaylagan edim der. Bu xuddiki Robbimizning sizga qara, taqdiringga kimni bitdim deganidir. Shunday ekan, buzg'unchilardan bo'lmang, yengilmang va nafsingizning qurboniga aylanmang. Sevgilingiz uchun diningiz va iymoningizni yo'qotmagan holda xuddiki arslonlardek kurashing. Unga, ya'ni o'z sevgilingizga ozor bermang hamda unga sevganingizni va aslo unutmaganingizni his ettiring. Albatta Robbim har bir xatti-harakatingizni ko'rib turadi. Bas, shunday ekan, qo'limdan kelganini ortig'i bilan qildim. Biroq shunday bo'lsa-da natija bo'lmadi deb ayta oladigan darajaga erishing. Mana shundan so'ng ko'nglingiz tinch, vijdoningiz xotirjam bo'ladi. Qolgani Allohning hukmiga havola qiling. Siz qo'lingizdan kelganini qildingiz, shunisi kifoya. Hayotimizni tanlovlar belgilaydi. Buni ham hayotning eng katta imtihoni sifatida qabul qiling. Buzg'unchilik qalbning yomonligidan dalolatdir. Qalbingizni pokiza tutsangiz, shu kifoya. So'raganlaringiz, duolaringiz amalga oshmagani uchun hech bir insonga ziyon yetkazmang. O'kinmang, la'natlar yog'dirmang. Mabodo faqat sizgagina ziyon zahmat yetgan bo'lsa-da, ishonchingiz komil bo'lsinki, Robbim har bir narsadan voqif. Alloh taolo har bir kimsaning maxfiy, yashirin, yolg'iz holda qilgan duosini eshitganidek, har qanday insonning ich-ichidan, o'y-xayolidan o'tkazadigan kechinmalarni ham bilguvchidir. Kimnidir sevib qolsangiz, kimgadir ko'ngil bergan bo'lsangiz, uni Allohdan so'rang. Zotan qalblar Allohning izmidadir. Barchasi taqdiri azalning hukmidadir.
Mening nazarimda insonning o'z xulq odobi, ibo hayosini yo'qotmay seva olmoqligi Allohning huzurida hurmatga loyiq yagona oshiqlik yo'lidir. Har bir qizda o'zini chag'alaga oshiq baliqdek his qiladigan lahzalar bo'lganidek, har bir yigitning ham o'z xayoliy pari paykallari bordir. Har holda men shunday o'ylayman. Qolaversa, garchi shart-sharoitlar, turli holatlar sizga tamomila qarshi bo'lsa ham, shuni bilishingizni istardim-ki, hech bir kimsa qarshisidagi o'zga bir insonni azoblab, uning qalbini nimta-nimta qilgancha sevishga haqli emas. Atrofingizdagi turli holatlar hattoki g'azabingiz, jahlingizni haddan ziyoda qo'zg'atadigan darajaga yetgan borib bo'lsa-da, yana bir bor shuni bilishingizni istardim. Hech bir insonda ro'parasidagi boshqa bir insonni qiynoqqa solib, uning dilini xufton etgancha sevishga haqqi yo'q. Tanamizning qay bir a'zosi og'rimasin, mana shu og'riqning to'xtashi uchun og'riq qoldiruvchi vositalarni qo'llashga ehtiyoj sezamiz. O'rtangizdagi masofalarni bir lahzadayoq yengib o'tish istagi, go'yoki og'riqlarning tezroq tugashi uchun har bir soatda iste'mol qilingan dorilarning salbiy ta'siriga o'xshaydi. Yodda tutingki, orzu-umidlaringizning ro'yobga chiqishi o'zingizning sabr-toqatingizga bog'liq. Darvoqe, gap sevgilingizda emas, balki uning egasi bo'lgan Alloh taologa pokiza muhabbatingizni isbotlay olishdadir. Modomiki buning uddasidan chiqsangiz hamda o'sha sevgilingiz taqdiringizda bitilgan bo'lsa, uning ortga qaytishiga harakat qilmasangiz ham, Alloh uni tag'in sizning yoningizga qaytarishiga shubha yo'qdir. Ayolni mehringiz bilan oziqlantiring. Biror bir ayolning bunday qilmang, qalbimga ozor bermang, o'tinaman, o'zingizni qo'lga oling deya yolvorishlariga qaramay, o'zgarmas xatti-harakatlaringiz tufayli uning yig'isiga sababchi bo'lsangiz, shuni bilib qo'yingki, atrofda o'sha ayolning ko'z yoshlarini artish hamda sizni yoddan chiqartirish uchun tayyor bo'lib turgan yuzlab erkaklar bor. Erini tashlab, boshqa bir erkakning oldiga ketib qolgan ayol yo'q. Ammo o'z mahbubasini yonida ushlab qola bilmagan erkak bordir. Ayol sizga bo'lgan muhabbatidan ko'ra, o'ziga bo'lgan hurmati uchun ham o'zga bir erkakning oldiga ketib qolmaydi. Bunday holatlarda men nima qilmayin, baribir qo'limdagi ushbu qushcham mendan uzoqlashmaydi kabi o'y-fikrlarga borish davrimizning eng katta xatosi bo'lishi mumkin. Axir hech bir kimsaning o'rni kafolatlangan emas-ku. Deyarli har bir inson kun kelib o'zga bir insonning sevgan ayoli bilan yo'lini davom ettirmaydimi? Nihoyasiga yetkazilmagan ishingizni o'zga bir insonning yakunlashiga bardoshingiz yetmasa, o'zingiz tuzata olmaydigan narsani buzmaslikka iloji boricha urinishingiz shart. E'tiborli bo'lishingiz shart ayolingizga. Qizlar, sizlarga ham tavsiyam shu. Iflos xirsi uchun o'zlarini oshiq sifatida ko'rsatayotgan yigitlar mavjud jamiyatda, sizlar ham sevgi yo'lida iflos xirslarga mukkasidan ketgan ayol roliga kirishmang. Sport kiyimidagi holingizda sizni xush ko'rmagan erkak ayni damda kelinlik libosingizdagi latofatingizga ham loyiq emasdir. Bu shunchalar oddiy. Qolaversa har lahzada o'zingizga ushbu savol ila yuzlaning. Modomiki bir inson asliyat kabi namoyon bo'lmas ekan, u holda qo'lga kiritgan narsalarning qanchalik sohibi bo'la oladi? Mard erkak o'z mahbubasini umrining so'nggi lahzalariga qadar sevadi hamda yorining, hattoki bir tola sochiga da ziyon yetishini istamaydi. Meni sevsang, mana shularni bajarishing kerak kabi talablarni qo'ymaydi. O'z nafsining xohishlariga mos keluvchi tartib-qoidalar yaratib olmaydi. Aks holda faqat va faqat o'zingizgagina ziyon yetkazgan bo'lasiz. Buni aslo unutmang. Biror bir ayolni e'tiborsiz qoldirgan, haqoratlagan va hatto urgan vaqtingizda shuni yodda tutishingiz kerakki, qo'lingizning orqasi bilan urib, o'zingiz uloqtirgan ayolni e'zozlash ayni shu ayol tomonidan sevilmoq uchun tashqarida o'z fursatini kutib turgan minglab erkaklar bor.
Mana shu ayolning e'tiborini o'ziga tortmoq, qalbini qozonmoq uchun har narsaga hozir u nozir erkaklar haqida so'z yuritmoqdaman. Baxt xohlaganniki emas, balki shunga loyiq bo'lganniki ekanligini bilishingiz lozimdir. Aytmoqchi bo'lganim shu: yoningizda qolish uchun bor kuchi bilan urinayotgan ayolning qadr-qiymatini uni tamomila yo'qotib qo'yishingizdan avval bilib oling. Ha, o'zingiz ham bilasiz, ba'zi bir voz kechishlarning ortga qaytishi bo'lmaydi. Aytayotgan ushbu so'zlarimni biror bir o'ringa yozib qo'ying. Yo'qsa men xuddi buzilgan bir radio singari boyadan beri tilimdan qo'ymay gapirayotgan o'sha erkaklardan biri kun kelib maydonga chiqadi va sizniki bo'lgan mahbubani sizdan tortib oladi. So'ng esa aslo ortga qaytmaydi. Uni, ya'ni mahbubangizni qanday qilib baxtiyor etishingiz mumkin? Har daqiqa, har on u bilan birga ekanligingizni his ettirishingiz lozim. Har ne bo'lishidan qat'iy nazar uni himoya qilishingiz, xaloskori bo'lishingiz darkor. Butun olamga mahbubangizni faqat va faqat sizgagina taalluqli ekanligini namoyon etishingiz kerak. Unutmang, bor qalbi ila seva olgan insongina yuqorida aytilganlarning uddasidan chiqa oladi. Siz haqingizda aytilgan gap so'zlarga e'tibor qilmang. Zotan yetarlicha go'zalsiz, ko'rkam bir ayolsiz. Sizni tashlab ketdimi? Bundan tashvishlanmang, aslo mahzunlikka berilmang. Demak, ko'zlaringizdagi nurga, o'sha o'tli nigohlaringizdagi ziyoga qarashga loyiq bo'lmagani sabab ham yoningizdan ketgan. Yana bir bor ko'ngil qo'yishingiz mumkin bo'lgan boshqa bir inson bilan yo'lingiz tutashguniga qadar ehtimol oradan haftalar, oylar va yillar o'tar, ammo ishonchingiz komil bo'lsinki, ayni o'sha lahzalarda barchasi ajoyib manzara kasb etadi. Taqdir qarshingizdan shunday bir insonni chiqaradiki, ajabo, bu inson meni sevmaydimi kabi savolni bir bora bo'lsa ham tilingizga olmay qo'yasiz. O'sha inson pardozandoz qilinmagan qiyofangizni juda va juda go'zal bir qiyofada ko'ra oladi. Bir vaqtlari sobiq sevgilingiz tomonidan nafrat ila qaralgan har bir xatti-harakatingizga yaxshiyamki mana shunday insonlardan birsan deya ko'z quvonchiga to'ladigan bir inson haqida gapirmoqdaman. Sabrli bo'lishingiz lozim. Zotan Robbim sizni o'zining sevimli bandalaridan biri uchun asramoqda. Birinchi qism nihoyasiga yetdi. Kitobni davomini tinglash uchun izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Tez fursatda ikkinchi qism